Bismillah velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Anas radhiyallahu anhudan rivoyat qilindiki, ma'lum bir kishi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan qiyomat haqida so'rab, qiyomat qachon dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, sen qiyomatga nima tayyorlading degan edi. U kishi hech narsa tayyorlamadim, lekin men Allohni va Allohning payg'ambari sallallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'raman dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, sen yaxshi ko'radigan kishing bilan birga bo'lasan dedi. Anas radhiyallahu anhu shundoq deydi. Biz payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sen yaxshi ko'radigan odaming bilan birga bo'lasan degan bu so'zidan bekroq bir narsa bilan xush bo'lmagan edik. Anas radhiyallohu anhu yana shundoq deydi. Men payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'raman va Abu Bakr, Umar radhiyallohu anhularni yaxshi ko'raman. Gerçi men ularga o'xshash amal qilmagan bo'lsam-mu, lekin ularga bo'lgan muhabbatim tufaylidan ular bilan birga bo'lishni yaxshi ko'raman dedi. Hadis payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bizga Allohni yaxshi ko'rish, Allohning payg'ambarini yaxshi ko'rish, sahobalarni, solihlarni, olimlarni va yaxshi kishilarni yaxshi ko'rishning fazilatini bayon qilib berdi. Allah va Allohning payg'ambarini yaxshi ko'rish, ularning buyruqini ijro qilish, chekilgan ishlardan yenish va shariatga mahkam islish bilan bo'ladi. Bir qavmni yaxshi ko'rsa, mayli botil sababidan yaxshi ko'rgan bo'lsin yoki haq sababidan yaxshi ko'rgan bo'lsin, yaxshi ko'rgan shu qavm bilan bo'ladi. Buningda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yana ummatni botil ahlini yaxshi ko'rishdan ogohlantirdi.